Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar, hurmatli keksa avlod vakillari va kelajak pensiya oluvchilari. Men huquqshunosman, pensiya qonunchiligi bo'yicha mutaxassisman va bugungi videoda siz eng muhim yangilik haqida bilib olasiz. Endi hamma katta pensiya oladi va hatto staji yo'qlar uchun ham eng kam pensiya 3 barobar oshirildi. Balki siz hozir ishonmaysiz, balki bu shunchaki navbatdagi quruq va'da deb o'ylarsiz. Ammo bu shunchaki va'da emas, balki qonuniy haqiqatdir. Davlatimiz tomonidan qabul qilingan muhim o'zgarishlarning natijasidir. Bugungi suhbatimizdan so'ng siz o'zingizning pensiya ta'minotingiz borasida mutlaqo yangi imkoniyatlar paydo bo'lganiga amin bo'lasiz. Keling, 60 ga bir nazar tashlaylik. Sizlar, aziz otaxonlar va onaxonlar, butun umringizni shu vatan ravnaqi uchun fido qildingiz. Zavod fabrikalarda, qishloq xo'jaligida, qurilish maydonlarida, o'qituvchilikda, shifokorlikda, qaysi soha bo'lmasin, sizlar ter to'kdingiz, mehnatingiz bilan farzandlaringizni, nabiralaringizni voyaga yetkazdingiz. Yurtimizning bugungi obodligi uchun poydevor qo'ydingiz. Sizlarning ko'pchiligingizning bolaligingiz urushdan keyingi og'ir yillarga to'g'ri keldi. Yoshligingizda yurtni qayta qurishda jonbozlik ko'rsatdingiz. Sizlar oddiy qog'ozbozlik bilan emas, balki jonu dilingiz bilan, chinakam vijdon bilan mehnat qildingiz. O'sha davrda hujjatlar qanday rasmiylashtirilardi, staj qay tartibda hisoblanardi, bu haqida o'ylab o'tirishga ham vaqtingiz bo'lmagan. Muhimi ishlash, oilani boqish, davlatga hissa qo'shish edi. Ammo buning evaziga nima oldingiz? Qancha pensiya bilan tirikchilik o'tkazdingiz? Ko'pchiligingizning oylik pensiyangiz hatto kommunal to'lovlarni to'lashga ham zo'rga yetardi, dori-darmonga, oziq-ovqatga esa aslo yetmasdi. Ba'zilar butun umr ishlagan bo'lsa ham, ba'zi bir hujjat kamchiliklari yoki ish joyidagi rasmiyatchilik sababli minimal pensiyadan ham kam miqdordagi nafaqa bilan kun kechirishga majbur bo'lardi. Bu adolatdanmi? Sizning fikringizcha, shu qadar katta mehnatga va fidoyilikka bu miqdordagi pensiya loyiqmidi? Menimcha, adolat emas edi va ming afsuski, hali ham ko'plab yurtdoshlarimiz shu ahvolda yashashga majbur. Bu vaziyatda qanday qilib o'zingizning mehnat faxringizni saqlab qoldingiz? Qanday qilib yashashda davom etdingiz? Qanday qilib farzandlaringizga, nabiralaringizga qo'l qovushtirmadingiz? Sizning hayotiy tajribangiz, matonatingiz har qanday so'zdan ustunroq. Iltimos, hozir aynan shu mavzuda o'zingizning stajingiz, pensiya miqdoringiz va qanday qilib shuncha yil davomida minimal daromad bilan yashaganingiz haqida izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir hikoyangiz biz uchun qimmatlidir. Zero bu sizning shaxsiy tarixingiz va davlatimiz tarixining bir qismidir. Shunday muhim o'zgarishlar haqida doimiy xabardor bo'lib turish uchun, huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilishda menga qo'shilish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero, qonunlar tez-tez o'zgarib turadi. Ayniqsa pensiya tizimida katta yangiliklar kuzatilmoqda. Biz esa sizni har bir yangilikdan birinchilardan bo'lib xabardor qilamiz va har bir qonuniy imkoniyatdan to'liq foydalanishga yordam beramiz. Avvallari pensiya hisoblash qanday murakkab jarayon edi, eslaysizmi? Har bir yil staj uchun kurashish kerak edi. Maosh miqdori ham juda muhim edi. Ko'pincha arxitektura arxivlaridan eski hujjatlarni qidirib topishga to'g'ri kelardi. Ishga joylashgan vaqtda hamma ham rasmiy shartnoma tuzmagan. Ba'zilar butun umr norasmiy ish joylarida mehnat qilgan. Ayniqsa qishloq joylarda dehqonchilik yoki yordamchi xo'jaliklarda ishlagan ayollarimizning ko'pchiligi umuman stajga ega bo'lmagan. Shu sababli ko'plab kishilar yoshi 60 dan, ayollarimiz esa 55 dan o'tsa ham pensiyaga chiqa olmasdi yoki faqat ijtimoiy nafaqa bilan cheklanishga majbur bo'lardi. Bu esa juda oz miqdorda bo'lib, na farzandiga, na o'ziga foydasi tegardi. Har bir yoshi ulug' inson o'z umrining oxirida farzandlariga yuk bo'lishni xohlamaydi. Ammo shu kungacha aksariyat holatlarda buning ilojisi bo'lmayotgan edi. Davlatimiz ijtimoiy siyosati shunday ediki, har bir inson yoshi ulgayganida munosib hayot kechirishi lozim. Ammo amalda ko'plab odamlar uchun bu shunchaki orzu bo'lib qolayotgan edi. Pensiya tizimi go'yo shunday bir labirint ediki, undan faqatgina juda ehtiyotkorlik bilan va barcha hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirganlargina eson-omon o'ta olardi. Ko'plab keksa yoshdagilar, ayniqsa kompyuter savodxonligi yo'qlar, barcha ma'lumotlarni o'zi to'play olmasdi. Bu esa ularga pensiya masalasida juda katta muammolar tug'dirardi. Pensiya jamg'armasiga borib, uzoq navbatlarda turish, bitta hujjat uchun bir necha marta borish, bularning hammasi keksa odamlar uchun og'ir yuk edi. Endi vaziyat tubdan o'zgardi. Prezidentimizning tashabbusi bilan, hukumatimiz qarori bilan bugun pensiya ta'minoti tizimida haqiqiy inqilob yuz berdi.
Davlatimiz barcha fuqarolarning munosib keksalik davrini ta'minlash borasida ulkan qadamlar tashladi. Asosiy yangiliklardan biri shuki, pensiya hisoblashning umumiy tartibi soddalashtirildi va eng muhimi, staji umuman bo'lmagan fuqarolar uchun ham eng kam pensiya miqdori 3 barobar oshirildi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, avvalgi vaqtlarda staji bo'lmaganligi sababli juda oz miqdordagi nafaqa olgan fuqarolarimiz endi ancha kattaroq mablag' bilan ta'minlanadi. Bu o'zgarishlar ayniqsa ayollarimiz uchun katta ahamiyatga ega. Chunki ko'plab ayollarimiz umrining asosiy qismini uy xo'jaligi, bolalar tarbiyasi bilan o'tkazgan va rasmiy ish stajiga ega bo'lmagan. Endi ular ham davlatimiz tomonidan munosib tarzda qadrlanadi va qo'llab-quvvatlanadi. Bu ijtimoiy adolat tamoyilining eng yorqin namunasidir. Bu davlatimizning har bir fuqaroga uning mehnat faoliyatidan qat'i nazar, gamxo'rlik qilishga intilayotganligining yaqqol dalilidir. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki bu keksalikka hurmat, sizning qilingan ishlaringizga, bergan hissangizga bo'lgan chuqur ehtiromdir. Kimlar bu o'zgarishlardan ko'proq foyda ko'radi? Birinchi navbatda staji umuman bo'lmagan yoki minimal stajga ega bo'lganlar. Ikkinchidan, uzoq yillar davomida norasmiy sektorda ishlaganlar, ya'ni mehnat daftarchasiga yozilmagan ish joylarida mehnat qilganlar. Uchinchidan, uy bekalari, fermer xo'jaliklarida rasmiy ish stajisiz ishlaganlar va boshqalar. Bu yangiliklar barcha pensiya oluvchilarga ta'sir qiladi, chunki umumiy pensiya hisoblash tizimi ham qayta ko'rib chiqilgan va adolatroq tizim joriy etilgan. Bu shuni anglatadiki, hatto sizning stajingiz katta bo'lsa ham, endi siz avvalgisidan kattaroq pensiya olish imkoniyatiga egasiz. Chunki umumiy pensiya bazasi oshirilgan, hisoblash mexanizmlari optimallashtirilgan. Biroq har qanday yangilikda bo'lgani kabi, bu yerda ham e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar bor. Qaysi toifadagi pensiya oluvchilar ba'zi risk ostida qolishi mumkin? Bu asosan o'zining stajini to'liq tasdiqlay olmaganlar yoki pensiya jamg'armasida ma'lumotlari to'liq bo'lmaganlar. Shuningdek, ba'zi bir ilgari shartli pensiya olib kelganlar ham o'z hujjatlarini qayta ko'rib chiqishlari talab etilishi mumkin. Biroq bu risklardan qochish va o'z huquqlaridan to'liq foydalanish juda oson. Asosiysi harakat qilish va kerakli ma'lumotlarni yegish. Har bir keksaygan inson davlat himoyasida bo'lishi shart. Chunki aynan ular mamlakatimizning o'tmishini yaratgan, bugungi avlodga mustahkam poydevor qurgan. Ularning mehnatini qadrlash va munosib keksalikni ta'minlash davlatning asosiy burchlaridan biridir. Endi davlatimiz bu burchini yanada samaraliroq ado etishga kirishdi va buning isboti mana shu pensiya tizimidagi tub islohotlardir. Bu shunchaki bir qonun yoki qaror emas. Bu millionlab insonlar hayotida ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladigan, ularning yashash tarzini yaxshilaydigan real amaliyotdir. Bugun biz shunday bir davrda yashayapmizki, hech bir keksa inson e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Ularning har biri o'zining qadr-qimmatini his qilishi, erkin nafas olishi lozim. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Bu yangiliklar sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishini bilishni istardik. Balki sizning qo'shimcha savollaringiz bordir. Hali ham sizni qiynayotgan savollar, aniqlik kiritishni istagan jihatlar bormi? Pensiyaga oid barcha savollaringizni, muammolaringizni, shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Biz har bir izohingizni o'qib chiqamiz va keyingi videolarimizda ularga javob berishga harakat qilamiz. Sizning har biringizning holatingiz noyobdir va biz sizga yordam berishdan mamnun bo'lamiz. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday qilib eng samarali tarzda chiqish mumkin? Ya'ni ushbu yangiliklardan qanday qilib to'liq foydalanish mumkin? Birinchi va eng muhim tavsiya, zudlik bilan o'zingizning pensiya jamg'armasiga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga murojaat qiling. Hozirda ko'pchilik uchun shaxsiy kabinet orqali o'z stajini va pensiya hisob-kitoblarini tekshirish imkoniyati mavjud. Agarda sizda biron bir hujjat yo'q bo'lsa, stajingizda uzilishlar bo'lsa yoki norasmiy ishlagan bo'lsangiz, bu haqida pensiya jamg'armasi mutaxassislariga xabar bering. Ular sizga qaysi hujjatlarni taqdim etish kerakligini, qanday ma'lumotlarni to'plash kerakligini aniq aytishadi. Ikkinchidan, eski mehnat daftarchalaringizni, ish joyidan berilgan ma'lumotnomalarni, arxitektura arxivlaridan olingan hujjatlarni diqqat bilan ko'rib chiqing. Ba'zan siz o'ylamagan hujjat ham sizning stajingizni tasdiqlashda muhim rol o'ynashi mumkin. Uchinchidan, agar biron bir murakkab vaziyatga duch kelsangiz, malakali yuridik yordamdan foydalaning.
Bizning kanalimizda ham, boshqa ishonchli manbalarda ham pensiya masalalari bo'yicha bepul maslahatlar olish imkoniyatlari mavjud. 4-dan, bu jarayonni kechiktirmang. Yangi qonunlar kuchga kirgan bo'lsa-da, ulardan foydalanish uchun o'zingizdan harakat talab etiladi. Bugun sizga berilayotgan imkoniyatdan to'liq foydalaning. Chunki har bir o'tgan kun bu sizning haqli pensiyangizdan mahrum bo'lgan kuningizdir. Bu islohotlar sizning hayotingizni yanada yaxshilash uchun qilingan va siz ulardan foydalanishga to'liq haqlisiz. Har bir fuqaro, ayniqsa keksa yoshdagilar, o'z qonuniy huquqlarini bilishi va ulardan foydalanishi shart. Davlat endi sizga nisbatan adolatliroq bo'lishga intilmoqda. Endi navbat sizda. O'z huquqlaringizni talab qilish va ulardan foydalanish. Pensiya hisoblashning yangi tartiblari ancha shaffof va tushunarli bo'lib bormoqda. Shuning uchun tushunarsiz joylar bo'lsa, so'rashdan, bilishdan tortinmang. Davlat organlari sizga yordam berishga majbur. Agar sizga yordam berishdan bosh tortsa, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Bizning kanalimizga yozing. Biz sizga yo'l ko'rsatamiz. Mana azizlar, endi sizga katta pensiya olish imkoniyati berilayotgani, hatto stajingiz bo'lmasa ham minimal pensiya 3 barobar oshirilgani haqidagi yangilikning mohiyatini tushuntirib berdim. Davlatimizning bu ijtimoiy siyosati shunchaki bir qog'ozda qolib ketmasligi kerak, balki har bir fuqaroning hayotida real o'zgarishlarga olib kelishi lozim. Endi o'zingiz ayting, siz ham ushbu yangiliklardan keyin katta pensiya olishga haqlisiz deb o'ylaysizmi? Yoki hali ham eski pensiyamni olaveraman deb o'ylaysizmi? Izohlarni kutaman. Sizning fikringiz har birimiz uchun juda muhimdir. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr azizlar.